sunnat va bid'at. Bu ummatning ichida, ummatu Muhammadiyaning ichidagi har bitta kishi Alloh taoloni yaxshi ko'raman deydi. Bu namoz o'qiydimi, o'qimaydimi, aroq ichadimi, aroq ichmaydimi, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedimi, hammasi Allohni yaxshi ko'raman deydi. Lekin Alloh taolo ana shu o'ziga bo'lgan muhabbatni bandalar isbot qilishini talab qilgan. Biz isbotlashimiz kerak. U isbot nima? Alloh taolo aytadi: Astagfirullah, qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim. Mana shu oyat siz bilan bizdan isbotni talab qilyapti. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar sizlar musulmonlar Allohni sevsangiz, Allohni yaxshi ko'rsangiz, menga ergashinglar. Shunaqa deb ayting. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni mag'firat qiluvchi mehribondir. Tushunalingmi? Allohni yaxshi ko'ramaymiz degan da'voyimiz bo'lsa, Muhammad alayhisalomga ergashishimiz kerak. Aks holda bizni Allohga bo'lgan muhabbatimiz yolg'on bo'ladi va Allohning bizga ham bo'lgan muhabbati bo'lmaydi. Shu sababdan bu ummat kishilar ikkiga bo'lindi. Sunnatga ergashadiganlar va bid'atni joriy qiladigan bid'atchilar. Bid'atchilar kimlar? Alloh taologa yaqin bo'laman deydi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatidan boshqa yo'l bilan. Payg'ambarimiz ko'rsatmagan ishlarni qiladi-da, shu bilan Allohga yaqin bo'laman deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Buxoriydan keltirilgan hadisda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Meni ummatimdan har biri jannatga kiradi, faqat bosh tortganlari kirmaydi. Kim bosh tortadi yo Rasululloh deb so'rashganida, Rasululloh aytdilar, kim menga itoat qilsa jannatga kirdi, kim menga itoat qilmasa bosh tortdi. Sunnat kerak emas deydigan odamlar bor. Qur'onda o'zi bilan kifoyalanamiz, sunnat kerak yo'q deydi. Shu odam dindan chiqadi. Sunnatda bor narsaga parvo qilmaydi, sunnat kerak emas deydi. Sunnat kerak emas degan bu qanday bilasan payg'ambaring aytganini u gapni deb turadiganlar bor. Bu odamlar dindan chiqadi birodarlar. Shuning uchun sunnatga ergashishlik siz bilan bizni yelkamizdagi birodarlar shart ish. Modomiki Alloh taolaga muhabbatimiz chin bo'ladigan bo'lsa. Man yuti'ir rasula faqat ata Alloh va man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza. Alloh taolo aytadi Niso surasida, kimki payg'ambarga itoat etsa, demak Allohga itoat etibdi. Bizga Qur'onda o'zi yetadi deyotgan odam shu oyatni eshitsin. Muhammad payg'ambar nimani bergan bo'lsa olinglar, nimadan qaytargan bo'lsa qaytinglar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar uchun Muhammad alayhisolamning hayotida ibrat bor deb turibdi. Alloh buyuryapti, Muhammad alayhisolamga ergashdi. Demak, shuni sunnatiga ergashishligimiz kerak. Endi kim kerak emas desa, shu oyatni inkor qilgan bo'ladi, dindan chiqadi. Rasulullohga bo'lgan itoat bu Allohga bo'lgan itoat. Rasulullohga bo'lgan osiylik bu Alloh taologa bo'lgan osiylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam havodan olib gapirmaganlar. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha. Alloh taolo aytayapti va u Muhammad alayhisalom o'z havoyi xohishi bilan so'zlamas, u faqat Alloh tomonidan payg'ambarga vahiy qilayotgan bir vahiy xolos. Bir ayol kelib Ibn Mas'ud roziyallohu anhu ga aytdiki, siz qoshini terganlarni Alloh la'natlagan debsiz. Ha dedi. Men Qur'onni o'qib chiqdim boshidan oxirigacha. Ha, Qur'onda qoshini terganlar haqida so'z yo'q ekan, hozirgi gapda Ibn Mas'ud aytdi. Qur'oni Karimda "Va ma atakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu" oyatini topdingizmi dedi. Ya'ni Muhammad payg'ambar o'zi sizlarga ato etgan narsani olinglar, u zot sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar deganini o'qidingizmi? Ha, o'qidim dedi. Demak, Muhammad alayhisalom aytgan narsani Alloh taolo aytgan bo'laveradi. Payg'ambarimiz la'natladimi? Qoshini terganlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tili bilan la'natlangan bo'lsa, demak Alloh taolo ham uni la'natlagan bo'ladi. Tushunarlimi? Birodarlar, Qur'onni juda katta qismini tushunishimiz uchun sunnat kerak bizga. Qur'on nima? Qur'on bizi dasturul amal bo'lsa, sunnat uni sharhi. Ro'zani fiqhi, hajni fiqhi Qur'onda aytilmagan, umumiy aytib qo'yilgan. Haj qilinglar, ro'za tutinglar, zakot beringlar deb. Tushunyapsizmi endi? Qur'onni sharhlab beradi bizga sunnat. Kim sunnat kerak emas desa, bu odam dindan chiqadi. Hatto sunnatni masxara qilsa ham dindan chiqadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomat kunida o'zining havzini oldida turar ekanlar. Bir to'p ummatlaridan bo'lgan kishilar ichkani hovuzning oldiga kelishadi. Shunda malaikalar ana shu ummatdan bir toifa kishilarni hovuzdan qaytarishadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hum ashabi, ular meni ummatim, meni ashoblarim deganda malaikalar aytadi, sizdan keyin bular nima ish qilganliklarini bilmaysiz. Ya'ni bid'atlarda ko'p kirishib olgan, bid'atchi bo'lgan bular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi haydaydi ularni, nari bo'ling. Xayrul kalami kalamulloh. Xutbalarda aytamiz. So'zlarning eng yaxshisi Allohning so'zi. Va xayru hadiya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam.
Yo'llarning eng yaxshisi Muhammad alayhisalomning yo'li. Eng yaxshi yo'l Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning yo'li. Ishlarning yomoni keyin paydo bo'lgani. Dindagi ishlarning yomoni keyin paydo bo'lgani. Qur'onda, sunnatda asosi bo'lmagan yangilikni kiritgan kishi shu yangilikni kiritib turib shu dinda bor desa, bu odam bid'atni joriy qilgan bo'ladi. Har bitta bid'at zalolat va har bitta zalolat jahannamda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun." Muslim rivoyat. Kim biz unga buyurmagan amalni qilsa, albatta u rad etilur. Dinimiz komil. Unga qo'shib ham bo'lmaydi, olib ham bo'lmaydi. Biz nimani bid'at deymiz? Ramkani bilib olaylik. Bir kishi bir ishni paydo qildi dinda, diniy ish. Shu narsa dinda bor dedi, dinda asli yo'q uni. Umar ibn Xattob ham paydo qildi bid'atni. Faqat bu yaxshi bid'at u. Tushunarlimi? 20 rakatda o'qiymiz dedi, payg'ambarimiz o'qimagan, ammo asosi bor. Sahobalar ittifoq qilishdi, qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uyiga 3 kishi kelib, ummahatul mu'mininlardan biridan so'radi. Rasulullohning uyida qiladigan amallari. Mashhur hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday qiladi, aytib berishdi. Shunda uchala kishi hayron bo'lib, "Shularmi? Rasululloh shuncha oz amal qiladimi?" Aytishdiki, u zot sollallohu alayhi vasallam gunohlari kechirilgan zot. U zot ozroq amal qilsa ham bo'laveradi. U zot ozroq amal qilsa ham bo'laveradi. Biz ko'proq qilishimiz kerak. Bittasi aytdi: "Men hech qachon uxlamayman, kechasi bilan namoz o'qib chiqaman." Ikkinchisi aytdi: "Hech qachon og'zimni ochmayman, ro'zador yuraman" dedi. Uchinchisi aytdi: "Men uylanmayman." Uchalasini ham qilayotgan ishidan maqsadi Allohni rozi qilish. Lekin tutayotgan yo'li payg'ambarimizning yo'liga to'g'ri kelmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning so'zlarini kelib eshitib qoldilarda, falon so'zni sizlar aytdinglarmi? Allohga qasam, sizlardan ko'ra men Allohni yaxshiroq taniyman. Sizlardan ko'ra Allohga yaqinroqman. Shunday bo'lib turib, men ba'zi kechalari uxlamay namoz o'qiyman, ba'zi kechalari uxlayman. Ayollarga uylanaman va bir kun ba'zi kunlar roza tutaman, ba'zi kunlar roza tutmayman. Mana shu meni yo'lim. Kim meni yo'limga xilof ish tutsa, bas u mendan emas dedi. Sunnatga amal qilishlik ham akalar, ukalar, sunnatga muvofiq bo'lish kerak.